774 harakat o'ngga oling, 774. O'tqiz oling. Ushbu holat 29-may kuni Toshkent viloyatida sodir bo'lgan. Siz tasvirlarda ko'rayotganingizdek, Li rusumli avtomashina haydovchisi tez yordam mashinasining takror sirena va ovoz kuchaytirgich bilan yo'l so'rab ogohlantirish berishiga qaramay, yo'l bermasdan o'z harakatini davom ettirgan. Li 9 avtomobili haydovchisiga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan, ammo ayrim faollar unga yengil jazo tayinlanganidan norozi. Hatto ayrimlar mashinani musodara qilish kerakligini aytmoqda. Yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan mazkur haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 5-bandi bilan bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, ya'ni 1,875,000 so'm jarima qo'llangan. Xo'sh, o'zi umuman qoida buzgan haydovchi nima sababdan bu ishni qilgan? To'g'ri, biz e'tiborsizlik qilib qo'ydik. U holatda yo'l so'raganini ko'rmay qolibmiz. O'zi bir yaqin insonlaringiz bo'lganda siz ko'rdingizmi ular? Yo'q, bu narsa biz to'g'ri ish qildik demayapmiz. Biz aybimiz bor aka. Faqat ahamiyat bermay qolibmiz to'g'risi. Ko'rishimiz bilan yo'l berdik. Endi uzr so'raymiz bu holatga. Pushaymonmiz. Hammadan endi yo'l berishni so'raymiz. Tasvirlarda ko'rish mumkinki, tez yordam mashinasi o'ng tomondan o'tishga uringanda ham haydovchi unga yo'l bermaydi. Biroz o'tib esa yon chiroqlarni yoqqan holda chetga o'tadi. Ushbu holatga bir qancha blogerlar va faollar munosabat bildirgan holda shu kabi qoidabuzarliklar uchun jazo tizimini insonparvarlik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqishni, odamlar xavfsizligini ustun qo'yadigan tizim kerakligini ta'kidlashgan.